Assalomu alaykum. Bu darsimizda faska, soprijeniya hamda perexod komandalarini ko'rib o'tamiz. Demak, ular mana bu yerda joylashgan, uchalasi ham. Demak, faskani ko'rib o'tishdan boshlaymiz. Faskani qilish uchun avvaliga kvadrat chizamiz. Esingizda bo'lsa, kvadrat chizish paytida faskani birdaniga qo'llab chizishimiz imkoniyati mavjud edi. Mana bunday chekkalarda qisqartirilgan, ya'ni ugl hosil bo'lib, kesib olingan narsa hosil bo'ladi. Demak, buni keyinchalik faska deb ataymiz. Bu inglizchada, ya'ni AutoCADning inglizcha versiyasi yoki 3D Max programmalarida chamfer deb ataladi. Demak, faskani o'zini alohida qo'llashimiz mumkin. Buning uchun komandani belgilaymiz hamda ikkita burchak, ya'ni ikkita bir-biri bilan kesishgan yoki kesishmagan chiziqlarni belgilashimiz kerak. Bunda bizlar avval ularning, ya'ni faskaning uzunligini qo'yishimiz kerak. Buning uchun dilinani tanlaymiz hamda ma'lum bir miqdor belgilaymiz. Pa umolchaniy 0 da turadi. 0 bo'lsa agar hech qanday faska hosil bo'lmaydi. Misol uchun 150 ga 250 qilib belgilayman hamda o'sha kvadratning ikkita tomonini belgilayman. Hozir bizlarda faska hosil bo'ldi, ya'ni mana bu qismda 150, bu qismda esa 250 faska hosil bo'ldi. Demak, shu tarzda ishlar ekan. Keyingi subopsiyalarni ko'rib o'tamiz. Faskani belgilaymiz hamda bu yerda ugl bor. Uglda bizlar avvaliga birinchi uglni belgilashimiz kerak, ya'ni buni bitta orqaga qaytarsam, uglni belgilab, bizlarga birinchi uzunlikni ko'rsatishni so'raydi. Ya'ni birinchi uzunlikni misol uchun 200 yoki 300 qilib belgilayman hamda ikkinchisi esa uglni so'raydi. Unga taxminan 60 gradus qilib belgilayman. Buni gradusda belgilayman hamda boyagidek tomonlarini tanlayman. Endi buni sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, hozir mana bu qismdan men 300 tashladim. Bundan keyin esa mendan uglni so'raydi, ya'ni ugl mana bu qismdan so'raladi. Mana buning ugli hozir 60 gradusga teng. Buni qanchalik ko'p qilish avtomatik, ya'ni mana bu qism avtomatik tarzda paydo bo'ladi. Buni 30 qilsam 30 gradusga teng bo'ladi, ya'ni 60 ning yarmi. Mana bu qism avtomatik tarzda chiziladi. Faskaning bu subopsiyasi shundan iborat. Keyingi subopsiyani ko'ramiz. Demak, keyingi subopsiya, buning uchun faskani yana bir bor belgilaymiz. Obreska. Faskani yasagan paytimizda hozirgi chizilgan obyektimizni oldin bo'lgan qismlari udalis bo'ladi, ya'ni o'chiriladi hamda yangi qism paydo bo'ladi. Agar bu ishni qilmasdan, ya'ni obreskani tanlasak, obreska deymiz, bu rejim, ya'ni bunda agar chamfer qilsak, o'zi obreska turgan edi, bez obreskani tanlash kerak. Ya'ni chamfer qiladigan bo'lsak, bizlarda o'zimizning obyektimiz shu joyda qoladi hamda bizlarga yana bitta atrezikdan tashkil topgan obyekt hosil bo'ladi. Keyingi subopsiyani ko'ramiz. Bu metod. Metodda bizlar faskaning uzunligini yoki ugl bo'yicha tanlashimiz mumkin. Masalan, faskani uzunligini tanlaymiz hamda taxminan 300 deb olamiz. Dilina hamda первый отрезкni tanlaymiz. Или нажмите Shift. Metod bunda ishlamayapti. Keyingi subopsiyani ko'ramiz. Keyingi subopsiya neskilka. Bunda bir nechta burchaklarni birdaniga tanlash imkoniyatini beradi. Neskilkani bosdim. Metod dilina, ya'ni dilina. Qaytamiz metodga, ya'ni metodni dilinani tanlaganimizda
bizlardan o'sha chamferimizni uzunligini so'raydi. Misol uchun 500 qilib belgilayman. Unda enterni bosaman. Bo'lmadi. Faskamizga длина qo'yaman. 200 ga 400. Hamda neskilkani bossam agar bir nechta burchaklarga birdaniga faska qilish imkoniyatini beradi. Hozir bizlarda abreska funksiyasi yo'q bo'lgani uchun bizlarga abreska orqali sodir bo'ladi. Shuning uchun abreskani yoqib qo'yaman. Ya'ni obyektimiz birdaniga faska hosil bo'lishi uchun. Настройкалар сохранить qilib qo'yiladi. Saqlanib qildim. Hamda misol uchun yana bitta kvadrat chizib, kvadratni ham настройкасы saqlanib bo'lib qolgan ekan, faskasini 0 ga qo'yaman. Hamda yana bitta chizaman va faskani neskilka rejimda bosib burchaklarni tanlab chiqishim mumkin. Demak, faskani ham ko'rib chiqdik. Endi сопряжениeni ko'ramiz. Faskada mana bunday burchak hosil qilsa, faskada, ya'ni сопряжениеda mana bunday aylana hosil qiladi. Bizlar bunda aylananing radiusini ko'rsatishimiz talab etiladi. Misol uchun сопряжениeni belgilaymiz hamda bunda radius bor. Radiusini bizdan so'raydi. Bunda taxminan 350 gradus beraman. Hamda menga kerakli bo'lgan joyga сопряжениeni qo'llayman. Buning uchun ikkita tomonini tanlashimiz kerak bo'ladi. Сопряжениеning ko'p настройкалari ham faskani takrorlaydi. Ular bir xil bo'ladi, ko'pchiligi bir xil. Ya'ni abreska bilan qilish mumkin. Radiusni ko'rsatamiz yoki bir nechta burchaklarni birdaniga сопряжение berishimiz mumkin. Bundan tashqari bitta yana sub opsiyasi qolib ketdi. Bunda bizlar poliliniyalarni tanlab birdaniga hamma burchaklariga сопряжение yoki faskani qo'llash imkoniyatini beradi. Misol uchun mana bunday tarzda poliliniya yoki ko'p burchak chizaman hamda ularga сопряжение yoki faska beraman. Keling, сопряжение beramiz hamda radiusini 500 ga teng qilamiz. Hamda poliliniya, ya'ni poliliniyani tanlab, uni tanlasak, poliliniyaning hamma burchaklariga сопряжение funksiyasi tasdiqlanadi. Buni ham xuddi shunday chamfer yoki chamfer orqali boshqa bir obyektlarga qilishimiz mumkin. Masalan, faskani tanlayman. Faskani uzunligi 200 ga 400 keling bo'la qolsin hamda poliliniyani tanlab, mana bu ko'p burchakimizni tanlayman. Ko'rib turganingizdek, hamma tomoniga mana bunday faska hosil bo'ldi. Bundan tashqari faskamiz 0 bo'lgan taqdirda, длиналari 0 yoki сопряжениеning radiusi 0 bo'lgan taqdirda ikkita chiziqni faska yoki сопряжение bersak, ular o'zaro bog'lanadi. Misol uchun faskani tanlaymiz hamda длинасini 0 ga teng qilamiz. Hamda ularni bir-biri bilan faska qilsak, ular o'zaro bog'lanadi. Chunki длиналар, ya'ni uzunliklar 0 ga teng edi. Xuddi shunday tarzda сопряжение orqali qilsak ham bo'ladi. Ularni radiusini 0 ga teng qilamiz hamda mana bu ikkalasini qo'shsak, ular orasidagi bog'liqlik paydo bo'ladi. Bundan tashqari, bu eng osonroq yo'li bor. Agar ikkita obyektni bir-biriga bog'lamoqchi bo'lsangiz, sizning сопряжениеңiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, radiusi 500 da turibdi. Siz shift tugmasini bosish orqali ularni bir-biriga bog'lash imkoniyatini ega bo'lasiz. Shiftni bosib turib, birinchisi hamda ikkinchisini belgilasangiz, сопряжениеning miqdori qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu obyektlar bir-biriga bog'lanadi. Yana bir bor takrorlaymiz. Mana bunday tarzda. Yana e'tibor bering, atreziklar bir-biri bilan bog'lanmaydi. Ular faqatgina bir-biriga kelib tutashadi.
Poliliniya esa bir-biriga bog'lanadi. Keyingisi bu perexod. Perexod ikkita krivoya liniyani, ya'ni egri chiziqlarni bir-biriga planni bog'laydi. Bunda poliliniya yoki poliliniya отрезок yoki mana bunday splaynlar bo'lishi mumkin. Misol uchun perexodni tanlab, ikkita chiziqni tanlayman. Hamda ular planli tarzda bog'lanadi. Busiz perexod bo'lmasa, bizlar bunday planli bog'lashimiz iloji imkonsiz edi. Splaynni ham shu tarzda bog'lashimiz imkoni bor. Bu instrumentlarimiz shulardan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.